Keling Zasim aka. Qalaysiz? Zasim aka. Kishiga 40 xunar hozir bekoryapmiz. Shunaqa xunarlar zamonmi? Ha, aka, o'zi asosiy ishimiz ustachilik, natijani tortamiz. Bizga ham bosing. Lekin orada blogerlar ham turamiz. Yuring, narxonada ishlarimizni ko'rsatamiz. Bichonlari bormi? Bor aka, yuring. Shularni bilan. Aka, xudo xolasa. Birinchi bilan tushyapti endi. Birinchi Badratov xudo xolasa 120-130 ming so'mdan qilib beryapti. Shu holatda xudo xolasa. Yog'zor qilib beramiz. Ko'proq bo'lsa xudo xolasa aka. Atrofi gitsa karton aka. Tekis holatni ham qilib beraveramiz. Tekis joyda. Gitsa yardım qilmasdan o'zini ham qilib beraverasiz. Arzon bo'ladi. 2 barobar arzon. Uyga ham gitsa yardım uchta chaqirib bolalar. Ha, bo'lmaydi. 60 ming 70 ming so'mdan qilib beramiz. Tekis holat. Yulduzlar, Narxonani ham bir ko'rsataman, yuring. Mashallah. Buni ko'rmaysizmi? Gulni ko'rmaysizmi? Mehmonxonalar ekan. Buni atrofiga ledlar terganmiz. Buni qarang. Bitta vaqt kech paytga zo'r bo'lib ledlar yon beradi. Yangi uylangan bolalar. Lyustra yonishini qarang ichiga. Ko'ryapsizmi? Shularni o'tga qilib bosib beryapmiz. Ko'proq bo'lsa, arzonroq narxlarda qilib beramiz. Lyustralari ham hali Yevropada emasmi? Tarazani oldi. Yuzga bo'lsa yo qanaqadir qarindosh urug'larga bo'lsa, do'stlarga bo'lsa chaqiraveramiz, o'tga qilib o'zimiz bosib beramiz sunnatdan aka. Ishlaysiz, yo'q, yana qanaqa xunarlaringiz bor? Keyingi videolarda ko'rsataman. Reklama tushmasin.